Kanda bitti, pişki yüktü. Mesela bazen pul mesele oylaşkan olsam sizge men o'rgatdim kelmaydi, lekin sizning ma'noga ishonchingizmi pulni muhim o'rinda turib qiladi. Barak olsun. Sizning qattiq shu ishlari qattiq yaxshi bo'lgan. Men birinchi qatimliq fursatni qabul qilib, ikkinchi qatimliq fursatda 100 nomer bilan o'tdim. Qattiq jafo cheklanmadim sizlar. Men sizlardan qattiq rozi bo'ldim. Doyindan kirib sizlarni 3-tur o'rganishga kelgandim men. Sizlar o'qitishlardan qattiq faxrlandim. Sizlar yaxshi o'qitganlar. İkinci qatimliq fursatda 100 nomerlar o'tdim. Bugunlar qasa balla mana 3-oydan keyin 27-kuni, 3-oydan 27-kuni ishga o'qituvchi qiz bola birinchi qatimliqdan o'tdi. Lekin bu ishga ta'minlangan va bir qatimliq fursatda ishga qopqon soldi. Ikkinchi qatimliq fursatda ishga bijalar 100 nomerdan bijalar 95 nomerdan o'tibdi. Mush bir qatimda o'tgan hisob bo'ladi. Shundan mush bolaning bir qopqagan, bir qatimliq fursat qopqagan yani sizlik deb bersa, siz shuni foydalanib qo'yib imtihon berganda siz shuni diqqat qilib o'tkazishingizni qilaman. Mesela bir fursat qopqagan yani ne shu bola deb turadi. Birinchi kutiladigan vaqtimda shu joyimni tuga mashina chiqarib to'xtatib boshladim, qolib qoldim. İkinci kutimni qaydigan vaqtimda keyin kuzatmay lakin chiqib 5 nomer ta'tibdi. Şunun bilan berib 95dan berib 95 o'tkazish va navadi kerak yon to'xtasa, kan to'xtab qolsam qolib qoldingiz. 30 santim navadi yaxshi keltiramiz shu o'tibsiz. Buni sizning ta'limingiz deymiz hamda mashq qilishganligimiz deymiz. Shunday yaxshi geldim, yaxshi getlemedim rahmat. Ben doydim kirib kelgandim, 6 kunlar geldim. Mayli qancha vaqtim chiqsa, adin chiqdim, kechdi chiqdim, shuna belar ketdi. Rahmat benim kapatdilar. Erziysiz siz menda netijan qozondingiz. Başqamış o'rganish qilayotgan bolalarni foydalanib qolish uchun chiqyapmiz. Mana boshqa bolalar sizni taqibdan boshqani taqib qo'ysanglar, foydalanib qolsanglar, o'tib ketsanglar, sizlarga yaxshi, bizni xo'shlab qolamiz. Ma'qulchimizning ishingizlar bir ta'sirliga o'ynsanglar, ish qilib hayron qolamiz. Ta'sirli bir so'zlab turamiz bolalarga. Men bu ma'lumdan doim bilan tanishib kelgandim, doimni izlab kirib. Bu ma'lum senga ma'lum bo'lsa qattiq yaxshi o'qitadigan 3-turni. Men yandan kelgan vaqtimda ma'lum degan mashg'ulotni to'g'ri qilolmay, ma'lumning qattiq chang tutishini talab qilib, men nima qilolmayman, ma'lum meni bir changroq tutib o'tib qo'ysa bo'pti ekan deb men davomli xotq salgan mezgilda xotni ezib ketdim. Qayqim kam bosdan o'ynamayman. Birinchi qatimliq fursatimda yo'l o'zgartirish qilib, ikkinchi qatimliq fursatimda 100 nomer bilan o'tdim. Men qattiq bu ma'lumning yaxshi o'rgatganligidan qattiq faxrlanman. 3-turni o'rganmoqchi bo'lsanglar, senga ma'lumni izlab kelsanglar bo'ldi. Birinchi qatim o'tishni o'ylab boqaman. O'ylab boqmagandim, men birinchi qatimliq fursatimda o'tishni. Lekin ma'qulchimiz boshqalar o'xshamaydi. Lekin nima ishqa deganda imkonsiz sal tuvanda sizning. Mening imkonim qattiq osti edi. Kanda bitti, pishki yüktü. Mesela bazen pul mesele o'ylashgan bo'lsam, sizga men o'rgatdim kelmaydi, lekin sizning ma'noga ishonchingiz pulni muhim o'rinda turib qiladi. Zat o'rganmaymiz, ma'lumdan qanday qilib biz o'rganmayman deb ma'lumdan degan yerdan chiqib bilsam, zat ma'lum tang moslashib, ma'lumdan degan ishni qilib cho'qim zada men o'zini boshqa nima qila olmaydi, men nima qila olmayman. Mendan cho'nglar o'talayki, men ta yosh kichik turib men nima o'tamayman deb zada qat'iy niyat qilib o'rganibdim. Oxir bir 100 nomerlar qazinib o'tdim. Büyük polanmay seçki o'zgartirgan degandan sizga. O'zim büyütib yer polanmay ashtadigan yer qilib desam, yana men bir chidab boqaydi, yana men g'ayrat qilib quttoq axira bir qatim o'tdik, meta ta'sirlangan bolalar, ta'sirlagan lekin oson unutib qolmaysizlar. Ta'sir kelgan ishlangandan keyin oldirib ko'nglingizni shikatmagan o'xshashlan o'tnozdan ikkinchi tur shunchalik bir qiynalib qolgansiz, shunchalik bir qiynalgan uchinchi tur qanday qilaman deb jiroq yadi lengadan hamda lengan qo'yasiz. Lengadan asho mishak kelib, kunlik mashq qilib, lengaga kelib 2 soat bo'lmab berib kelib boshqa qilgan o'qituvchimizdan bizsa shunlashgan mazva buni shunlar boshlan payni qilishni yan chiqaryapmiz. O'rganish olishayotgan bo'lib kelsanlar, internetda o'zini mashq qo'llashtirib turibman, o'zligingizlar. Siz tirishgan vaqtingiz sharoit bilan men davom yetakchilik qilaman. Ba'zanlar ishlar ta'siringizlar, ba'zanlar saviringizlar qangan shu qanchalik bir bedelli o'zanlik bog'lar qanda. Yana kuchash mendan bo'ldi. Yani davomli o'rganish olishayotgan bo'lib aniqlashsangiz bo'ldi. Erishish bizning bo'ldi.